Gugurt show davom etadi. Bizning gugurtimiz $5500 gacha ko'tarildi. Ko'ramiz Farg'onalik akalarimizni buni nimaga almashlar ekan. Ketdi. Akalar kelishdi. Assalomu alaykum. Hormay aka. Charchasiz. Aka ismingiz nima? Azizbek. Nima ish qilasiz? Men Fabulous oshxonamiz qo'ygan asoschilaridan biriman. Aka $5500. Nimaga almashtiramiz? Nimaga almashtiramiz? Nimaga? Nima? Dangir. Boshdan boshlayvering. Mayli, bir boshla. Farg'onada nimaga? Ya lekin yetmaydi-ku bu. Manosi 4-chi. Yana kerak bo'lsa, Nima bo'pti? Shu urib qo'ydi-yu. 417 Pro Max, bitta 17 Pro. Aka, bitta savol bering. $5500 shuncha telefonga almashtirib, bunga nech pul ketdi? $8300 pul ketdi. Nima bo'pti? Gugurt 8300 ga chiqib ketib qoldi. Aka, rozimisiz? Gap bo'lishi mumkin. Aka, nega jim turibdilar? Obunachilarga mana ikkita bizdan. Nima bo'pti? Farg'ona nima ixtishosli aytinglar. Aktiv bo'lgan podpischilarga ikkita Redmi sovg'a qilishyapti. Buni qanaqa qilamiz endi? Sirazi mana shu videoni o'ziga komment yozish uchun like tang nima bo'ldi? Keling, men aytaman. Shu videoda komment yozinglar, eng ko'p like to'plagan ikkita obunachiga mana shu akalar tomonidan ikkita Redmi ni o'ynab o'ramiz. Ya'ni ikkita g'olib bo'ladi. Endi an'anaga muvofiq 4 ta 17 Pro Max va bitta 17 Pro ni Namangan nimaga almashtirar ekan? Biz ertaga yoki indinga Namanganga yo'lga chiqamiz. Storieslarni kuzatib turinglar.